2030-yilga borib Rossiyada sug'oriladigan yerlar maydoni 40% ga oshadi. Ukrainada yapon texnologiyalariga asoslangan zamonaviy issiqxona ishga tushirildi. Jahon banki bilan hamkorlik aloqalari kengaymoqda. Qishloq xo'jaligi tizimiga oid haftaning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan Agronews dasturi yana e'tiboringizda. Mazkur hafta joriy mavsumga doir amalga oshirilayotgan agrotexnik ishlar samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan rasmiy tashriflar, uchrashuvlar hamda tizim rivojiga yo'nalgan hamkorlik kelishuvlariga boy bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Biz boshladik. Ispaniyaning tarixiy Córdoba shahrida Xalqaro zaytun kengashining 122-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda Xalqaro zaytun kengashiga a'zo davlatlar, kuzatuvchi mamlakatlar, soha ekspertlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov ham ishtirok etdi. Sessiya davomida a'zolar vakolatlarini tasdiqlash, 2025-2026 yillar uchun ustuvor yo'nalishlarni belgilash, xalqaro kelishuvlar bo'yicha takliflarni ko'rib chiqish, moliyaviy hisobotlar, bank harakatlari va 2026-yilga mo'ljallangan qaror loyihalarini muhokama qilish kabi qator muhim masalalar ko'rib chiqildi. O'zbekistonning ushbu sessiyadagi ishtiroki avvalo zaytunchilik yo'nalishida xalqaro tajribani o'rganish, zamonaviy agrotexnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish, qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish, mahsulot sifatini jahon standartlariga moslashtirish hamda mintaqaviy va global hamkorlikni kuchaytirish kabi ustuvor yo'nalishlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, vazir sessiya davomida Ispaniya qishloq xo'jaligi, baliqchilik va oziq-ovqat vaziri Luis Planes Puchades, Pokiston Milliy oziq-ovqat xavfsizligi va tadqiqotlar federal vaziri Rana Tanvir Husayn, Global Olive Corporation direktori Georgiy Svanidze, Xalqaro zaytun kengashi ijrochi direktori Haim Lila Lopes bilan tor doiradagi uchrashuvlar o'tkazdi. Muloqot chog'ida qishloq xo'jaligi kooperativlarini rivojlantirish, eksport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, O'zbekistonda zaytunchilik yo'nalishidagi investitsiya imkoniyatlarini kengaytirish, qishloq xo'jaligi genetikasi, gibrid donchilik, paxta seleksiyasi, chorvachilik, go'sht sifatini oshirish, qayta ishlash sanoati va oziq-ovqat logistikasi kabi sohalarda hamkorlikni mustahkamlash kabi muhim masalalar ko'rib chiqildi. Bundan tashqari O'zbekistonda zaytunchilikni rivojlantirish, iqlim sharoitiga mos navlarni tanlash va tajribadan o'tkazish, qayta ishlash sanoatini shakllantirish, fermerlar uchun o'quv dasturlarini joriy etish hamda sohada kadrlar tayyorlash masalalari ham atroflicha tahlil qilindi. Muhokamalar jarayonida Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Ispaniyaning qishloq xo'jaligi, baliqchilik va oziq-ovqat vazirligi hamda Global Olive Corporationning rasmiy vakillari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Tashrif davomida Ibrohim Abdurahmonov Ispaniyaning Andalusiya avtonom hududiga qarashli Córdoba provinsiyasida joylashgan Andalusiya qishloq xo'jaligi va baliqchilik bo'yicha tadqiqot va o'quv institutining Alameda del Obispo markaziga tashrif buyurib, ilmiy tadqiqotlar, innovatsion texnologiyalar va barqaror agrar rivojlanish masalalari bo'yicha institut mutaxassislari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Shuningdek, u Tunis va Portugaliya delegatsiyalari bilan ham samarali muloqotlar olib bordi. Bundan tashqari zaytun yetishtirish bo'yicha global muhokamalarda ishtirok etdi. Uchrashuvlarda Tunis Respublikasi qishloq xo'jaligi, suv resurslari va baliqchilik vaziri Ezzedin Ben Sheikh hamda Portugaliya qishloq xo'jaligi va baliqchilik vaziri Jose Manuel Fernandes bilan qishloq xo'jaligi yo'nalishida o'zaro hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. E'tiborlisi, Xalqaro zaytun kengashi tomonidan O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonovga rasmiy a'zolik sertifikati topshirildi. Mazkur sertifikat O'zbekistonning 2021-yildan buyon tashkilot a'zosi sifatida faoliyat yuritib kelayotganini tasdiqlaydi. Qayd etish lozim, mazkur kelishuvlar ikki tomonlama munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish, qishloq xo'jaligi sohasidagi qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish va innovatsion yechimlarni tatbiq etishga xizmat qiladi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Alisher Shukurov Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat amaliyoti menejeri Holger Kray bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat chog'ida agrar sohada mavjud imkoniyatlarni yanada kuchaytirish, yangi loyihalarni amaliy bosqichga olib chiqish hamda qo'shma tashabbuslarni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Uchrashuvda shuningdek Jahon bankining O'zbekistonda agrar oziq-ovqat sohasidagi strategik hamkorlik dasturlari,
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha milliy strategiya va bank tomonidan moliyalashtirilayotgan investitsiya loyihalarining borishi yuzasidan fikr almashildi va qo'shimcha investitsion loyihalarni hayotga tatbiq etish, o'zaro sheriklik aloqalarini yanada mustahkamlashga kelishib olindi. Kuni kecha O'zbekiston Rossiya baliq xo'jaligi bo'yicha qo'shma komissiyaning ikkinchi sessiyasi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston tomonidan qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Qahramon Yo'ldashev boshchiligidagi vazirlik vakillari va tizim tashkilotlari mas'ullari, Rossiya tomonidan esa Federal baliqchilik agentligi rahbarining o'rinbosari, O'zbekiston Rossiya baliqchilik sohasidagi hamkorlik bo'yicha qo'shma komissiya vakili Andrey Yakovlev boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etdi. Muloqot chog'ida O'zbekistondagi baliqchilik tarmog'ining bugungi holati, klasterlar faoliyati, ilg'or texnologiyalar joriy etilishi va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari yuzasidan keng qamrovli taqdimot o'tkazildi. Shuningdek, ikki davlat o'rtasida amalga oshirilgan qo'shma loyihalar natijalari muhokama qilindi. Mavjud tajribalar tahlil qilindi. Yangi tashabbuslar ilgari surilib, baliq yetishtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, qo'shma ilmiy markazlar tashkil etish, mutaxassislar tayyorlash hamda tajriba almashinuvini kuchaytirish borasida takliflar bildirildi va yangi yo'nalishlarda hamkorlik dasturlarini ishlab chiqishga kelishib olindi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Alisher Shukurov hamda Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi direktori akademik Shodmon Namozov, Xitoy Qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi paxtachilik instituti direktori Gao Ley boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralarda o'simlik genetikasi, molekulyar seleksiya va biotexnologiyalar yo'nalishlarida qo'shma ilmiy tadqiqotlar boshlash, paxta hamda sabzavot poliz ekinlari bo'yicha yangi seleksiya dasturlarini ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, yosh olimlarning Xitoy ilmiy markazlarida malaka oshirish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Tadbir yakunida Xitoyning 2 yirik ilmiy instituti va O'zbekistonning Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi o'rtasida anglashuv memorandumi imzolandi. 2030-yilga borib Rossiya hududida sug'oriladigan yerlar maydoni 40% ga kengayishi kutilmoqda. Rossiya dunyoda chuchuk suv zaxiralari bo'yicha 2-o'rinda turadi. Bu esa gidromelioratsiya yo'nalishini keng miqyosda rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Hozirda mamlakatda potensial sug'oriladigan yer maydoni 4,7 million gektarni tashkil etadi. Biroq amalda shundan atigi 1,2 million gektar foydalanilmoqda. Ma'lumki, 2022-yildan beri mamlakatda yer davlat dasturi amalga oshirilmoqda. Mazkur dastur gidromeliorativ ishlarni bajarish, shuningdek meliorativ texnika va jihozlarni xarid qilish xarajatlarining bir qismini qoplashini nazarda tutadi. 2026-yilda ushbu dasturni moliyalashtirish hajmini 12,7 milliard rublga yetkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, bugungi kunda suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida kanallar modernizatsiya qilinmoqda hamda hisobga olish tizimlari joriy etilmoqda. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Alisher Shukurov Better Cotton Initiative standartlari, tizimlari va yaxlitligi bo'yicha katta direktori Yanis Bellinghausen bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot chog'ida ikki tomon paxta sanoatida barqarorlik tamoyillarini kuchaytirish, BCI standartlarini amaliyotga joriy etish va ushbu jarayonni yanada takomillashtirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, o'zaro manfaatli yo'nalishlarda kelgusida qo'shma loyihalarni boshlash, sertifikatsiya jarayonlarini kengaytirish, mahalliy mutaxassislar uchun treninglar sonini oshirish hamda xalqaro tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish bo'yicha yangi takliflar bildirildi. Yakunda esa tomonlar BCI standartlarini bosqichma-bosqich joriy etishga va bu jarayonda texnik imkoniyatlarni yanada kengaytirishga kelishib oldilar. Ukraina qishloq xo'jaligida muhim yangilik. Mamlakatda yapon usullaridan foydalangan holda sabzavot va yapon qovuni yetishtirishga ixtisoslashgan birinchi yuqori texnologik issiqxona foydalanishga topshirildi. Loyiha UACTIS muhandislik kompaniyasi tomonidan o'simlik namlarini ekspertiza qilish instituti qoshida amalga oshirilgan. Issiqxonaning barpo etilishida institutning tajribali olimlari, Teplichok qurilish kompaniyasi hamda Yaponiyaning Mebiol korporatsiyasi hamkorlikda ishlagan. Tomonlar yaqin kunlarda Ukrsetprom assotsiatsiyasi va Mebiol o'rtasida rasmiy hamkorlik memorandumi imzolanishini ma'lum qildi.
Yaqin orada yangi issiqxonada yapon issiqxona texnologiyalarining imkoniyatlariga bag'ishlangan onlayn taqdimot o'tkazilishi ham rejalashtirilgan. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Alisher Shukurov Ispaniyaning Coix Water kompaniyasi departament boshlig'i Carreras Ignacio bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat chog'ida agrar sohada hamkorlikni yanada kuchaytirish, yangi loyihalarni amaliy bosqichga olib chiqish hamda qo'shma tashabbuslarni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi yerlarini barqaror va uzluksiz suv bilan ta'minlashga qaratilgan yirik loyiha, quduqlar, nasos stansiyalari, suvni tozalash inshootlari va saqlash havzalaridan iborat bo'lgan suv ta'minoti stansiyalari klasterini qurish rejalari atroflicha ko'rib chiqildi. Suhbat chog'ida tomonlar loyiha bo'yicha texnik talablarga qat'iy rioya qilgan holda ishlash, infratuzilma yechimlarini mahalliy sharoitga moslashtirish hamda o'zaro sheriklikni yanada mustahkamlashga kelishib oldilar. Bizda hozircha shular. Tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, yangilik va ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Eng asosiysi bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.